gaplarim по-любому yetib boradi. Agar yetib bormasa, mana shu video orqali yetkazib borishadi. 1 million demayman, 2 million demayman, 5 million demayman deb mashinalarni arendaga yoki bunaqa kreditga berayotgan bir bratam bor edi. Taniganlar bo'lsa, u bratning ismi esimda yo'q. Jamaychut bilaman yoki bilmayman. O'tgan oyda bir videosi chiqqan edi. O'zimizning Surxondaryoni Jaydari bolasi Anvar Abdullayev chempion mashina berdi sovg'aga. Bugun hozir shu videoni ko'rib qolyapman. Oyiga 9 million qanchadan kreditini to'layapmiz deb Anvar akamiz ich kuyib gapirib chiqdi. Ey, bratan, o'ng quloq bilan chap quloq bilan eshitib oling. Like uchun, hype uchun sportsmenlarimiz, qandaydir mashhur xalqimiz, elimiz, yurtimiz taniydigan, ardoqlaydigan, o'ziga yarasha muxlislari bor insonlarni bunday qilib izdivatsiya qilmang. U bechorani sharoitini men bilaman. 2-3 marta ko'rishganman, necha marta salom alaykum qilganman. Sharoiti o'rta hol. Kambag'al ham boy emas, lekin chempion, hurmat qiladi xalq. Sizni men kamsitmoqchi, sizni men past ko'rmoqchi emasman. Videomda vnimatini ko'rasiz, men buni bilaman. Hali ham kech emas. $15,000 lavz qildingizmi? Yigit lavzi bilan yigit. Osiltirib yurgan kuchuyda ham bor, osiltirib yurgan qo'chqorda ham bor. Tushunyapsizmi? Mashinani kreditini yopib bering. O'zingiz berdingizmi? Xalqning oldida $15,000 mashina sovg'a qildim dedingizmi? Tilingizga test qiling, mashinani kreditini yopib bering. Nima deysizlar do'stlar? Like bosib yetkazib qo'yinglar shu gaplarimni. Bratning ismini bilmayman, taniganlar bo'lsa yuborsin hammaga.